Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner ota-onangiz, bobo buvingiz bo'lsa, bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki 2026 yilda pensionerlar uchun eng muhim masala faqat pensiya oshadimi yoki yo'qmi degan savol emas. Eng muhim savol, siz qaysi guruhga mansubsiz va aynan sizga qaysi qo'yda qo'llaniladi. Men bugun sizga 65 yoshdan oshgan pensionerlar shartli ravishda 4 ta asosiy guruhga ajralishini, har bir guruhda kimlar borligini, kim nimani tekshirishi kerakligini, qaysi hujjat sabab pul kamayib qolishi yoki qo'shimcha to'lov chiqmay qolishi mumkinligini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni hoziroq saqlab qo'ying, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bu masala har bir oilaga tegishli. Bugun sizga kerak bo'lmasa, ertaga ota-onangizga, qo'shningizga yoki o'zingizga kerak bo'ladi. Avval ko'pchilik pensionerlar bitta oddiy fikr bilan yashardi. Yoshim yetdi. Pensiyaga chiqdim. Endi davlat har oy pensiya beradi. Lekin amalda pensiya tizimi bundan ancha murakkab. Pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq emas. U ish staji, rasmiy maosh, sug'urta badallari, nogironlik holati. Ishlayotgan yoki ishlamayotganingiz, qaramog'ingizda kim borligi, hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirgani va hatto yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri kiritilganiga ham bog'liq. Oldin odamlar pensiya tayinlangandan keyin deyarli hech narsani tekshirmasdi. Pensiya daftariga yoki kartaga pul tushadi, shu bilan bo'ldi deb o'ylardi. Hozir esa raqamlashtirish kuchaygan, ma'lumotlar turli bazalardan olinadi. Ish staji elektron tizimda tekshiriladi. Ish joyi bo'yicha ma'lumotlar soliq va bandlik tizimlari bilan solishtiriladi. Bank kartalari orqali to'lovlar ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni shundaki, ko'p jarayonlar tezlashadi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar sizning eski mehnat daftarchangizdagi biror yozuv bazaga tushmagan bo'lsa, eski korxona yopilib ketgan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki ish haqi haqidagi arxiv ma'lumoti topilmasa, pensiya hisobida xato bo'lishi mumkin. 2026 yilga kelib pensioner uchun eng muhim narsa shuki, men pensionerman deyish yetarli emas. Siz o'zingizni aniq guruhga ajratib olishingiz kerak. Chunki bir pensioner uchun asosiy masala indeksatsiya bo'lsa, ikkinchisi uchun stajni tasdiqlash muhim. Uchinchisi ishlayotgani uchun ayrim to'lovlar va qayta hisob-kitobni tekshirishi kerak. To'rtinchisi esa qo'shimcha imtiyoz, parvarish, nogironlik yoki ijtimoiy yordam bo'yicha huquqini bo'y bermasligi kerak. Bu guruhga odatda uzoq yillar rasmiy ishlagan, mehnat daftarchasida ish joylari aniq ko'rsatilgan, pensiyasi ish staji va ish haqi asosida tayinlangan pensionerlar kiradi. Masalan, erkak kishi 25-35 yil ishlagan, ayol kishi 20 yil ishlagan, ish joylari rasmiy bo'lgan, maoshdan tegishli ajratmalar qilingan. Bunday pensionerlar ko'pincha menda hammasi joyda pensiya chiqib turibdi deb o'ylaydi. Lekin men sizga ekspert sifatida aytaman. Aynan shu guruhdagi odamlar ham tekshiruvni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Nega? Chunki eski yillardagi maoshlar, ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshidagi ish joylari, arxiv ma'lumotlari noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasligi mumkin. Ayrim odamlar bir korxonada 10 yil ishlagan, lekin tizimda 7 yil ko'rinadi. Ayrimlarda familiya nikohdan keyin o'zgargan, hujjatlarda bitta harf farq qiladi. Natijada pensiya hisobida staj kamroq ko'rinishi mumkin. Misol keltiraman. Tasavvur qiling, 6-7 yoshli Abdulla aka 32 yil ishlagan. U zavodda 15 yil, keyin maktab xo'jalik bo'limida 14 yil ishlagan. Pensiya tayinlanganda zavod bo'yicha arxiv ma'lumoti to'liq topilmagan va faqat 12 yil hisobga olingan. Abdulla aka buni bilmaydi. Chunki unga har oy pensiya tushyapti. Lekin aslida 6 yil staj hisobga kirmagan bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Har oy 100 ming, 200 ming yoki undan ko'proq farq chiqishi ehtimoli bor. Bir oyda kichik ko'ringan summa bir yilda katta pulga aylanadi. Bu guruhdagi odamlar nimadan xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, pensiya tayinlash hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, siz asosan umumiy indeksatsiya va qayta hisob-kitoblarni kuzatasiz. Ya'ni davlat tomonidan pensiyalar oshirilsa, sizga ham tegishli tartibda oshiriladi. Ammo baribir kamida yiliga bir marta pensiya hisob-kitobingizni tekshirtiring. Ikkinchi guruh. Staji yetarli bo'lmagan yoki eng kam miqdorga yaqin pensiya oluvchilar. Bu guruh eng nozik guruhlardan biri. Bu yerga rasmiy ish staji kam bo'lgan. Bu yerga rasmiy ish staji kam bo'lsa ham ish joyi rasmiy bo'lmagan. Bozor, dehqonchilik.
mavsumiy ish, uy bekaligi, bolalar parvarishi, qarindoshga qarash kabi sabablar bilan mehnat daftarchasida kam yozuvga ega bo'lgan odamlar kiradi. Ko'pchilik ayollar aynan shu guruhga tushib qoladi. Masalan, ayol kishi 5 farzandni katta qilgan, uyda dehqonchilik qilgan, chorva boqqan, erining ishiga yordam bergan, lekin rasmiy ish staji kam, hayotiy mehnat juda katta, lekin pensiya tizimi hujjati qaraydi. Shuning uchun bunday pensionerlarning pensiyasi minimal miqdorga yaqin bo'lishi yoki ayrim holatda ijtimoiy nafaqa shaklida bo'lishi mumkin. Misol uchun 66 yoshli Maftuna opa 9 yil rasmiy tikuvchilik sexida ishlagan. Keyin farzandlari bilan uyda bo'lgan. U 65 yoshdan keyin nega mening pensiyam dugonamnikidan ancha kam deb hayron bo'ladi dugonasi. Dugonasi 28 yil maktabda ishlagan, ish haqi bo'yicha ma'lumotlari bor. Demak, farq sababi yoshda emas, staj va rasmiy daromadda. Bu guruhdagilar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan masala menda staj yo'q deb darhol taslim bo'lmaslik. Ayrim davrlar qonuniy tartibda stajga qo'shilishi mumkin. Bolani parvarishlash davri, harbiy xizmat, ayrim o'qish davrlari, nogiron farzand yoki keksa qarindoshni parvarish qilgan davr, agar tegishli hujjatlar bo'lsa, har bir holat alohida tekshiriladi. Men hech kimga sizga albatta qo'shiladi deb va'da bermayman, lekin tekshirtirmaslik katta xato. Yana bir misol. 2 yoshli Salim aka uzoq yillar qurilishda ishlagan, lekin brigada bilan og'zaki kelishuv asosida ishlagan. Mehnat daftarchasida faqat 1 yil yozilgan. U men yarım yil ishlaganman deydi. Hayotiy jihatdan bu rost bo'lishi mumkin, lekin pensiya idorasi uchun guvohlarning gapidan tashqari hujjat kerak. Eski ish joyi, buyruqlar, ish haqi vedomoslari, arxiv yozuvlari, kasaba uyushmasi hujjatlari bo'lsa, vaziyat o'zgarishi mumkin. Bu guruh 2026 yilda alohida e'tibor talab qiladi. Chunki ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlashda davom etadi. Kimdir qo'shimcha daromad uchun, kimdir tajribasi kerak bo'lgani uchun, kimdir oilaviy sharoit sabab ishlaydi. Bu guruhdagi odamlarning savoli ko'pincha shunday: men ishlasam pensiyam kamayadimi? Qayta hisoblanadimi? Ish beruvchi meni rasmiy qilsa foydam yoki zarar? Men buni aniq tushuntiraman. Ishlayotgan pensioner uchun eng asosiy masala rasmiylik va qayta hisob-kitob. Agar siz pensiya chiqqandan keyin rasmiy ishlasangiz, bu ma'lumotlar tizimda ko'rinadi. Ayrim hollarda keyinchalik qo'shimcha staj yoki badallar asosida pensiyani qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin ayrim to'lovlar, kompensatsiyalar yoki manzilli yordamlar daromadga bog'liq bo'lsa, rasmiy ish haqlarini olishga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensioner hamma narsani aniq bilib olishi kerak. Masalan, 18 yoshli Dilshod aka qorovul bo'lib ishlaydi. U pensiya oladi va oyga qo'shimcha maosh ham oladi. Ish beruvchi uni rasmiy qilmagan. Dilshod aka o'ylaydi, rasmiy bo'lsam pensiyamni kesib qo'yishadi. Shu sabab u rasmiy shartnomasiz ishlaydi. Ammo natijada u mehnat huquqidan, sug'urta himoyasidan, ishdagi baxtsiz hodisa bo'yicha kafolatdan va ehtimoliy qayta hisob-kitob imkoniyatidan mahrum bo'lishi mumkin. Har doim ham norasmiy ish foydali degani emas. Yana bir misol. 6 yoshli Nargiza opa maktabda kutubxonachi bo'lib ishlaydi. Pensiya chiqqandan keyin ham 3 yil ishlagan. U hech qachon pensiyasini qayta hisoblatmagan. Agar qonunchilikda uning ishlagan davri bo'yicha qayta hisoblash imkoniyati bo'lsa va tegishli badallar to'langan bo'lsa, u murojaat qilishi kerak. Aks holda qo'shimcha huquq qog'ozda bor, lekin pulga aylanmaydi. Bu guruhdagilar kimdan xavotir olmasligi kerak. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi soliq va ajratmalarni to'layotgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida ish joyingiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, siz vahima qilmasligingiz kerak. Lekin rasmiy hujjatlarni tekshirib turing. Mehnat shartnomasi, buyruq ish haqi ma'lumotlari, elektron mehnat daftarchasi. Bu guruhga nogironligi bo'lgan pensionerlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, imtiyozli shartlarda pensiyaga chiqqanlar, urush yoki mehnat faxriylari, yolg'iz keksalar, doimiy parvarishga muhtojlar, qaramog'ida voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslar bo'lgan pensionerlar kirishi mumkin. Bu guruhda eng ko'p qo'shimcha huquqlar va eng ko'p chalkashliklar bo'ladi. Masalan, 72 yoshli Rahima opa yolg'iz yashaydi. Sog'ligi yomon, ikkinchi guruh nogironligi bor. U faqat pensiyasini oladi. Lekin kommunal imtiyoz, dori-darmon bo'yicha yordam, parvarish bo'yicha ijtimoiy xizmat yoki mahalla orqali moddiy yordam olish mumkinligini bilmasligi mumkin.
Bu yerda muammo shundaki, odamlar davlat o'zi bilib beradi deb kutadi. Amalda eski ko'p yordamlar murojaat asosida beriladi. Murojaat qilinmasa, tizim sizning muammongizni har doim ham ko'rmaydi. Yana bir misol. 69 yoshli pensionerning qaramog'ida nogiron farzandi bor. U oddiy yoshga do'ri pensiya oladi. Lekin qaramog'idagi shaxs sabab ayrim qo'shimcha to'lov yoki imtiyozlar bo'lishi mumkinligini tekshirmagan. Natijada yillar davomida huquqidan foydalanmaydi. Men ko'p shunday holatlarni ko'rganman. Odam yordamga haqli bo'ladi. Lekin bitta ma'lumotnoma yetishmagani uchun olmaydi. Alohida maqomdagi pensionerlar uchun eng muhim qoida. Har bir maqom alohida hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Nogironlik bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi. Yolg'iz yashash holati bo'lsa mahalla va tegishli organlarning ma'lumoti. Qaramog'ida shaxs bo'lsa tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik hujjati, yashash joyi ma'lumoti. Faxriy maqom bo'lsa guvohnoma. Hujjat yo'q bo'lsa huquqni isbotlash qiyinlashadi. Endi eng muhim, lekin ko'pchilik e'tibor bermaydigan nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik joy pensiya tayinlangan sana. Ayrim odamlar huquqi paydo bo'lgan sanadan kech murojaat qiladi. Masalan, yoshga to'lgan, lekin 6 oy yoki 1 yil keyin hujjat topshirgan. Bunday holatda to'lov qaysi sanadan hisoblanishi qonuniy tartibga bog'liq. Shuning uchun keyinroq borarman degan beparvolik pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Ikkinchi nozik joy arxiv ma'lumotlari. Eski korxona yopilgan bo'lsa, odamlar endi bo'ldi topilmaydi deb o'ylaydi. Lekin ko'p hollarda hujjatlar davlat arxiviga, tuman arxiviga yoki huquqiy voris tashkilotga topshirilgan bo'ladi. Siz sobiq ish joyingiz nomini, joylashgan hududini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni yozib arxivga so'rab berishingiz mumkin. Agar birinchi javobda topilmadi deyilsa ham nom o'zgargan bo'lishi, korxona birlashgan bo'lishi, hujjatlar boshqa fondga o'tgan bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik joy familiya, ism, otasining ismidagi farqlar. Masalan, pasportda Gulnora, mehnat daftarchasida Gulnora yozilgan yoki otasining ismi bir joyda Abdullayevna, boshqa joyda Abdulla qizi deb ketgan. Oddiy ko'rgan bunday farq hujjatni tan olishda muammo keltiradi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, ism o'zgargani haqidagi hujjat, sud orqali faktni tasdiqlash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik joy chet elda ishlagan davrlar. Ayrim pensionerlar Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrlar har doim ham avtomatik qo'shilmaydi. Davlatlararo kelishuvlar badal to'langanligi, rasmiy ish shartnomasi, arxiv yoki ish beruvchi ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Men u yerda takassil ishlaganman degan gap yetarli emas, isbotlovchi hujjat kerak. 5-nozik joy nafaqa va pensiyani adashtirish. Pensiya odatda staj va badallar bilan bog'liq. Ijtimoiy nafaqa esa muhtojlik, yosh, nogironlik yoki boshqa ijtimoiy mezonlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Odamlar ikkalasini bir xil deb o'ylaydi va nega menikini oshirishmadi deb so'raydi. Aslida turli to'lovlar turli tartibda oshirilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 6-nozik joy bank kartasi va ishonchnoma. Ayrim keksalar pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Bu qulay bo'lishi mumkin. Lekin xavf ham bor. Pensioner pul qachon tushayotganini, qancha tushayotganini bilmasligi, karta boshqa odam qo'lida bo'lishi mumkin. Men tavsiya qilaman, agar sog'ligingiz imkon bersa, kartangiz bo'yicha SMS xabarnoma ulang. Bankdan ko'chirma oling. Har oy tushgan summani yozib boring. Agar ishonchnoma berayotgan bo'lsangiz, kimga, qancha muddatga va qanday vakolat berayotganingizni tushunib bering. 7-nozik joy. Yashash joyi o'zgarganda xabar bermaslik. Pensiya boshqa tumanga, farzandinikiga, boshqa viloyatga ko'chsa, ba'zi ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa manzilli yordam, ijtimoiy xizmat, parvarish, mahalla ro'yxati bilan bog'liq masalalarda bu muhim. Eski manzilda ro'yxatda turib, amalda boshqa joyda yashash ayrim xizmatlarni olishda muammo keltiradi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. O'zingizni 4 guruhdan qaysi biriga kiritib ko'ring. Siz to'liq stajli odatiy pensionermisiz? Staji kam yoki minimal pensiyaga yaqin oluvchimisiz? Pensiya yoshida ham ishlayapsizmi? Yoki nogironlik, yolg'izlik, qaramog'ida shaxs borligi, imtiyozli maqom kabi alohida holatingiz bormi? Buni aniqlamasdan turib, qaysi huquq sizga tegishli ekanini bilish qiyin. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni bir papkaga jamlang. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, elektron mehnat daftari bo'yicha ma'lumot,
ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, nikoh yoki familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, nogironlik ma'lumotnomasi, bank rekvizitlari. Hujjatlar tarkov bo'lsa, siz har safar boshdan yurishga majbur bo'lasiz. 3-qadam. Pensiya hisob kitobingizni tekshirtiring. Buning uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda shunday mazmunda yozing: menga tayinlangan pensiya hisob kitobida qaysi ish staji davrlari, qaysi ish haqi ma'lumotlari va qaysi qo'shimcha asoslar inobatga olinganini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob keyingi harakatlar uchun asos bo'ladi. 4-qadam. Agar staj yetishmayotgan bo'lsa, arxiv izlashni boshlang. Sobiq ish joyingiz nomi, manzili, ishlagan yilingiz, lavozimingiz, rahbar yoki bo'lim nomi esingizda bo'lsa, hammasini yozing. Tuman yoki viloyat arxiviga so'rov bering. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, hokimlik, arxiv yoki sobiq hamkasblar orqali huquqiy vorisini aniqlang. Ba'zan bitta to'g'ri topilgan ma'lumotnoma pensiyani sezilarli oshiradi. 5-qadam. Ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchidan rasmiy ma'lumot oling. Mehnat shartnomangiz bormi? Buyruq chiqarilganmi? Maoshingiz rasmiy o'tyaptimi? Soliq va ajratmalar to'lanayaptimi? Elektron tizimda ish joyingiz ko'rinyaptimi? Bu savollarni berishdan uyalmang. Siz iltimos qilmayapsiz, o'z huquqingizni tekshiryapsiz. 6-qadam. Alohida maqomingiz bo'lsa, mahalla va ijtimoiy xizmatlar bilan bog'laning. Agar yolg'iz yashasangiz, parvarishga muhtoj bo'lsangiz, nogironligingiz bo'lsa, qaramog'ingizda yordamga muhtoj shaxs bo'lsa, mahalla fuqarolar yig'iniga, ijtimoiy himoya organlariga, tibbiyot muassasasiga murojaat qiling. Menga qanday yordamlar, imtiyozlar yoki xizmatlar tegishli bo'lishi mumkin deb yozma so'rang. Og'zaki yo'q deyishsa, xotirjam bo'lmang, yozma javob so'rang. 7-qadam. Har oy tushayotgan pulni nazorat qiling. Kartaga qancha tushdi? Qaysi sanada tushdi? Oldingi oyga nisbatan farq bormi? Indeksatsiyadan keyin summa o'zgardimi? Ushlab qolish bo'ldimi? Bularni yozib boring. Agar birdan kamayish bo'lsa, darhol sababini so'rang. Ba'zan texnik xato bo'ladi, ba'zan hujjat yangilanmagan bo'ladi. Ba'zan esa ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqadi. 8-qadam. Qarindoshlaringiz bilan gaplashing, lekin hujjatni o'zingiz tushunib imzolang. Katta yoshdagi odamlar ko'pincha farzandiga ishonadi, bu tabiiy. Lekin bank kartasi, ishonchnoma, ariza, mulk, parvarish bo'yicha hujjatlarda nimaga imzo qo'yayotganingizni tushunishingiz shart. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, ishonchli odamdan ovoz chiqarib o'qib berishni so'rang. Shubha bo'lsa imzo qo'ymang, avval maslahat oling. Demak, 2026 yilda 65 yoshdan oshgan pensionerlar uchun eng muhim masala o'z guruhini aniqlashdir. Birinchi guruh to'liq stajli odatiy pensionerlar. Ular hisob kitob to'g'riligini tekshirish kerak. Ikkinchi guruh staji kam yoki minimal to'lovga yaqin oluvchilar. Ular har bir qo'shimcha davr va hujjatni izlashlari kerak. Uchinchi guruh ishlayotgan pensionerlar. Ular rasmiy ish, badallar va qayta hisob kitobni nazorat qilishi kerak. 4-guruh alohida maqomga ega pensionerlar. Ular qo'shimcha imtiyoz va ijtimoiy yordamlarni bo'y bermasligi kerak. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni faqat ko'rib qo'ymang. Bugunoq hujjatlaringizni tekshirishni boshlang. Kommentariyada yozing. Siz qaysi guruhga kirasiz? Pensiyangiz bo'yicha qaysi savol sizni qiynayapti? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni 35 yoshdan oshgan yaqinlaringizga albatta yuboring. Chunki vaqtida berilgan bitta maslahat pensionerning yillar davomida yo'qotayotgan pulini va huquqini qaytarishga yordam berishi mumkin.